Assalomu alaykum hurmatli talabalar, o'tirishingiz mumkin. Bugungi tarix bilan tanishuv ko'rsatuv uchun tayyorlangan mavzuyimiz Abrayxon Beruniyning ilmiy falsafiy qarashlari va ilm-fan taraqqiyotidagi o'rni mavzusida demak mulohaza yuritamiz. Va bugungi mavzumizda biz asosan 4 ta masala haqida demak fikrlashamiz. Birinchi masalamiz Abrayxon Beruniyning hayot yo'li, ijod jarayonigacha bo'lgan hayot yo'li haqida gaplashamiz va ikkinchi masalamiz Abrayxon Beruniyning ilmiy faoliyati. Keyingisi Beruniyning ilm-fan taraqqiyotiga qo'shgan hissasi va mamlakatimizda alloma faoliyatiga berilayotgan e'tibor. Endi biz buyuk alloma, ya'ni qomusiy olim, juda kuchli tanqidchi demak yurtdoshimiz haqida fikr yuritishdan oldin keling bir Renessans davriga sayohat qilamiz. Nima uchun aynan 9-12 asrlarda Movarounnahr o'lkasida juda ko'plab allomalar, shoirlar yetishib chiqdi? Buning birinchi sababi sifatida ko'rsatishimiz mumkinki, birinchidan aynan 9-12 asrlarda Markaziy Osiyo hududlarida, aynan Movarounnahr hududida, Turon zaminida markazlashgan davlatning mavjud bo'lishi. Ya'ni bilamizki, agar markazlashgan davlat tuzumi o'rnatiladigan bo'lsa, u holatda demak ilm-fan taraqqiyoti uchun bu o'ziga xos zamin hisoblanadi. Ikkinchidan, aynan o'sha paytda 9-12 asrlarda arablar istilo qilgan hududlarga arab tilini xalqaro til sifatida kirib kelishi. Ya'ni asosiy adabiyotlarni arab tilida ekanligi ham bu ilm-fanni vakillari uchun turli millat olimlarini asarlarini o'qish imkoniyati mavjudligida ham edi. Uchinchidan bilamizki, o'sha davrda Buyuk Ipak yo'li harakatda bo'lgan va bu vaziyatda aynan Beruniylar, Ibn Sinolar, Farobiylar antik davr Yunon mutafakkirlarini, ya'ni antik davr donishmandlarini asarlari bilan bevosita tanishish imkoniyatiga ega bo'lgan. Va aynan Abrayxon Beruniy shaxsi haqida, ya'ni hayot yo'li haqida gapiradigan bo'lsak, Abrayxon Beruniy 973-yil, ya'ni milodiy 973-yilda 4-sentyabr sanasida demak Xorazmni Kot shahrida tug'ilgan. Aynan Beruniy nomiga, ya'ni nisbasiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, bu haqida musulmon sharqining mashhur olimi Abdul Karim as-Samoniy Kitob al-Nasob asarida demak fikr bildirib o'tyaptiki, aynan qal'a tashqarisida tug'ilgan farzandlarga nisbatan aynan Berun so'zi qo'llangan. Berun so'zi fors tilida chet, ya'ni tashqarida degan ma'noni bildiradi. Bundan ko'rinib turibdiki, Abrayxon Beruniy aynan Kot qal'asi tashqarisida dunyoga kelganligi uchun unga Berun demak so'zi qo'shib aytiladi. Bundan tashqari Abrayxon Beruniy ismidagi rayhon so'ziga e'tibor qaratadigan bo'lsangiz, manbalarda aynan Beruniy shaxsini umuman o'simliklarni o'stirishga, ya'ni turli gullarni parvarish qilishga qiziqqanligi tufayli unga o'sha rayhon demak taxallusi qo'shib aytilishi ham demak aytib o'tilyapti. Umuman Abrayxon Beruniy o'zini hayotining dastlabki 25 yilini Xorazmda demak o'tkazgan bo'lsa, aynan u davrda Afriqiy Xorazm shohlar hukmronligi davri hisoblangan va uni eng e'tiborga molik, uni hayotda asosiy shamchiroq rolini o'ynagan ustozi Abu Nasr Mansur ibn Iroq hisoblanadi. Siz bilasizki, tarixdan Abu Nasr Mansur ibn Iroq bu Xorazm hukmdori, demak Ma'munning tog'asi hisoblangan. Ya'ni aynan Abu Nasr Mansur ibn Iroq taklifi bilan Abrayxon Beruniy Ma'mun akademiyasiga demak chaqiriladi va u Ma'mun akademiyasida to Mahmud G'aznaviy bosqiniga qadar faoliyat yuritadi. Ya'ni 1017-yil bilasizki, demak G'aznaviylar hukmdori Mahmud G'aznaviy demak Xorazmni bosib olyapti va buni ta'sirida demak oqibatida Abrayxon Beruniy Mahmud G'aznaviyni demak taklifi bilan demak G'azna shahrida o'zini ijodini davom ettiryapti. Abrayxon Beruniy umuman olganda juda ko'p fanlar bilan shug'ullangan. Biz uni qomusiy, ensiklopedik olim sifatida bilamiz. Umumiy asarlar soni haqida har xil fikrlar bildirilmoqda, ammo biz bilamizki, Beruniyning asarlar soni 160 ga yaqin, 150 dan ortiq degan demak biz ma'lumotlarni ko'rishimiz mumkin. Umuman olganda Beruniyning asarlari 150 dan ortiq bo'lib va ularning eng yiriklari bu albatta Hindiston, mineralogiya, qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar, geodeziya kabi asarlari eng yirik asarlari sirasiga kiradi. Aynan Beruniy shaxsiga xorijiy olimlarni demak nima deydi, munosabatlarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, aynan Rus akademigi Krachkovskiy aytayaptiki, Beruniyni shug'ullangan sohalarni o'rgangandan ko'ra, uni shug'ullanmagan sohalarni
sanash osonroq deyapti. Ya'ni bundan ko'rinib turibdiki, Beruniy qomusiy olim sifatida falakiyot, falsafa, fizika, tabiat, geografiya, umuman olganda tilshunoslik, umuman olganda juda ko'p, hatto tarjima san'ati bilan ham shug'ullanganini ko'rishimiz mumkin. Va Krachkovskiyning bergan ta'rifi nihoyatda asosli ekanligini demak biz aytib o'tishimiz kerak. Allomani ilmiy faoliyati haqida gapiradigan bo'lsak, nima uchun Beruniy juda katta muvaffaqiyatga erishdi ilm sohasida? Sababi Beruniy juda ko'p tillarni bilar edi. Ya'ni Beruniy arab, fors, turk, suryoniy, hind tillarini yaxshi bilganligi uchun ularni tilida yozilgan, ya'ni o'zga tillarda yozilgan asarlarni o'qiy olgan. Hatto tarjima san'ati bilan ham shug'ullangan deyamiz. O'z asarlarida Beruniy yunon tilidagi ko'plab asarlardan sifatlar keltiradi. Misol uchun Iliada va Odissey dostonlari deysizmi, ya'ni yunon miflarida o'sha Gomerning asarlaridan va umumiy sonni sanashgan paytda 20 dan ortiq yunon asarlardan sifatlar keltirilganligi aytib o'tiladi. Va bundan tashqari Hindiston asarini tahlil qilib ko'radigan bo'lsak, Hindiston asarida Yevkitni boshlanish va Ptolemeyni, demak, Almagesta asarlarini hatto sanskrit tiliga tarjima qilganligi ham demak bizga ma'lum. Beruniy shaxsiga baho berishda keling hind tilshunoslarini ham demak fikrlarini ko'rib chiqadigan bo'lsak, Sunita Kumar Chatterjee bu Kalkutta shahrida hozirgi kunda ijod qiladigan tilshunos olimlardan hisoblanadi. Aynan Chatterjee fikriga ko'ra, Mahmud G'aznaviy askarlari o'sha 11-asrda Hindistonni shimoliy qismini bosib olgan paytda Hindistonga kelgan turk bosqinchilari aynan hindlar orasida mavjud butparastlikka qarshi bo'lganligi, hatto ular orasida xudolar tasvirini demak buzib tashlaganlarini ham aytib o'tgan holatda, lekin ular orasida hindlarning muqaddas sanskrit tilini o'rgangan, o'zidan keyin 11-asr Hindiston tarixiga sidq tildan bag'ishlab asar qoldirgan Abirayxon Beruniy kabi olimlar ham bor edi degan demak yuqori bahosini berib o'tyapti. Mana bu yerda sanskrit tildan biz demak beryapmiz. Sanskrit tili bilamizki, hozirgi kunda amalda bo'lmagan o'lik til hisoblanadi, ammo Beruniy aynan Hindiston falsafasini, Hindiston tarixini, Hindiston xalqini, umuman etnografiyasini, umuman olganda hind tili imkoniyatlaridan foydalangan holatda Hindiston haqida o'rganish uchun aynan juda mashaqqatli bo'lgan til sanskrit tilini o'rganganligi bu juda ham e'tiborga molik hisoblanadi. Tilshunoslikka oid qarashlar haqida gapiradigan bo'lsak, Beruniy bir qancha tillarni yaxshi bilishi unga hind tilining shevalarini o'rganish va hind terminlarini esa arab tiliga o'girish imkoniyatini beryapti. Ya'ni hind tilidagi tushunarsiz bo'lgan terminlarni arab tilida izohlab beryapti. Va bundan tashqari Beruniy tilga shunday baho beryaptiki, til so'zlovchi istagini eshituvchiga yetkazuvchi tarjimondir deyapti. Va muayyan tillarning o'ziga xos umumiy xususiyatlari haqida ham uni bergan ma'lumotlari juda qimmatli ahamiyatga ega. Va u og'zaki til bilan yozma nutq orasidagi munosabatlarga izoh bergan holatda aytayaptiki, yozuvni paydo bo'lishi bu ijtimoiy taraqqiyotning yuqori bosqichida yuz berishini alohida ta'kidlab, eski adabiy til va yangi o'zbek og'zaki til orasidagi stilistik o'zgarishlarni bevosita demak ko'rsatib beryapti. Bundan ko'rinib turibdiki, Beruniy hatto tilshunoslik sohasiga nihoyatda katta hissa qo'shgan olim hisoblanadi va Hindiston asarini yozib tugatgandan keyin 5 yildan keyin o'zini qalamiga mansub bo'lgan asarlar ro'yxatini bizga demak berayotgan paytda unda 20 dan ortiq sanskrit tilidagi asarlarni aynan tarjima qilganligini bizga ma'lum bo'ldi. Ya'ni Beruniy tilshunoslikda aynan tarjimon sifatida ham juda salmoqli xizmat ko'rsatganligini aytib o'tishimiz joiz. Tabiiy fanga oid qarashlarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, Beruniy yer haqida shunday fikr bildiradi. Ya'ni yerni choragi ma'mura va uni g'arb va sharqdan muhit dengiz o'rab turadi. Tasavvur qiling, o'sha paytda 10-11-asrda hali bilamizki, sun'iy yo'ldoshlar yo'q. Ya'ni yerni o'lchash imkoniyati juda umuman yo'q desak ham bo'ladi. Lekin Beruniy ilmiy fahmi nihoyatda yuqori bo'lganligi uchun qarang, yer sayyorasining 75% suv ekanligini u aniq aytayapti. Ya'ni yerni choragi ma'mura